Lochin 1, Lochin 2 manqabil. Shimoliy sharqiy yo'nalishda o'rmon xo'jaligiga tegishli bo'lgan archazorlarda yong'in zudlik bilan quruq texnikalari bilan alohidalash choralarini ko'rish kerak. O'rmon xo'jaligi nazoratchilarini nazorat tartibida yuqori tepaliklar orqali qaysi yo'nalishda yong'in tarqalayotganligiga aniqlik kiritish uchun yuborish so'raladi. Mutaxassislar tahlillariga ko'ra, yozning jaziramasi ortidan xasxashaklar bilan bog'liq yong'inlar biroz ortadi. Eng achinarlisi shundaki, xasxashaklar esa keng dalalar, hattoki o'rmon yong'inlarini ham keltirib chiqarishi mumkin. Har qanday ro'y berishi mumkin barcha turdagi favqulodda vaziyatlarni tezkorlik bilan bartaraf etish hamda ulardagi ishchi xizmatchilar xavfsizligini ta'minlashda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazib kelinayotgan o'quv amaliy maxsus taktik mashq va mashg'ulotlarning ahamiyati beqiyosdir. Ma'lumki, joriy yilda Vohamiz hududi yog'ingarchiliklarga boy bo'lganligi bois serqatnov avtomobil yo'l yoqalari o'ta muhim toifalangan va yonish, portlash xavfi yuqori bo'lgan obyektlar atrofi har xil begona o'tlar bilan qoplangan. Ushbu qurigan xasxashaklar turli sabablarga ko'ra yonib nafaqat ekomuhitga, balki ko'p miqdordagi moddiy zararlarga ham sabab bo'lishi mumkin. Shu bois Qamash tumani hududidagi Qamashi davlat o'rmon xo'jaligida o'rmonlarda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarning oldini olish va yong'in ro'y bergan vaqtida tegishli tashkilotlarning birgalikdagi harakatini muvofiqlashtirish yuzasidan o'quv amaliy mashg'uloti bo'lib o'tdi. Mashg'ulotda shartli ravishda e'lon qilingan yong'in davrida hamkor tashkilotlarning favqulodda vaziyatlarga qay darajada tayyor ekanliklari, korxona ishchilarining bunday vaziyatlarda harakatlari sinovdan o'tkazildi. O'rmon yong'inlari asosan tog' hududlarda joylashganligi sababli qancha o'chirishga noqulayliklar tug'diradi. Yong'inlar tezda bartaraf qilish uchun o'zimizda mahalliy aholidan volontyorlar erkin o'sha ko'ngillilarni jalb qilib, ularni o'qitib, mahalliy aholi texnikalaridan foydalanib, ularni o'sha keng maydonlarga tarqalib ketmasligi uchun shudigar bilan ajratish yo'li bilan bartaraf qilishimiz mumkin. Qolaversa, endi mana bu yong'inlarni bartaraf qilishda asosiy o'rmon xo'jaligini ishchi xizmatchilar mutasaddilari bilan hamkorlikda qilamiz. Ekologiya xizmati xodimlari bilan hamkorlikda hamda Qamash tumanidagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish quyi tizimi xizmatlarini jalb qilgan holatda tashish texnikalari, vodovozlarni jalb qilish yoki bo'lmasam o'sha shudikorlash texnikalarini ko'paytirib shaxsiy tarkibni jalb qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. O'rmon xo'jaligi xizmatchilarini biz tizimli ravishda o'qitamiz, chunki birinchi navbatda o'rmonlarda yong'inlar sodir bo'lganda zudlikda xabar berish, masalan, qaysi xizmatga, qaysi raqamga xabar berishni o'qitamiz hamda favqulodda vaziyatlarda qanday harakat qilish yoki o'sha yong'inlar sodir bo'lganda hamkorlikda harakatlarini nazarda tutilgan holatda ularni muntazam ravishda o'qitib, amaliy o'quv mashg'ulotlarini o'tkazib boramiz. O'rmon yong'inlarini o'chirishga asosiy qishloq xo'jaligi texnikalari ham bizga juda muhim ahamiyatga ega. Pulikli texnikalar, traktorlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa yer haydash texnikalari bizga kerak bo'ladi. O'quv mashg'uloti rejasiga ko'ra, o'rmon xo'jaligining ishchi xizmatchilaridan iborat jamoa darhol yong'inni bartaraf etishga kirishdilar va yong'in haqida dastlabki ma'lumotlarni barcha tezkor xizmatlarga xabar berish va ogohlantirish, so'ngra sodir bo'lgan shartli yong'inni keng maydonlarga tarqalishini oldini olishga qaratilgan barcha chora-tadbirlar amaliy tarzda ko'rsatib o'tildi. Yong'in haqidagi dastlabki ma'lumotlarni barcha tezkor xizmatlarga xabar berilgandan so'ng o'rmon xo'jaligi ishchi xizmatchilaridan iborat jamoa yong'inni keng maydonlarga tarqalishini oldini olishga kirishib, mavjud asbob anjomlar va kuch vositalar yordamida yong'inni o'chirishga harakat qilishadi va o'rmon fondi hududlariga yaqin masofada yashovchi ko'ngilli mahalla fuqarolari va yoshlardan iborat volontyorlar guruhi ham faol ishtirok etadi. Favqulodda vaziyat xodimlari, mahalliy aholi va yoshlar birgalikda o'quv mashg'ulotlari olib bormoqda. Yong'in xavfsizligini oldini olish, bartaraf etish maqsadida. Bu yerda ekologik muhit, o'rmon xo'jaligimizni saqlab, avaylab asrab qolish maqsadida ko'zda tutilgan bir nechta mashg'ulotlarni olib bordik. Bunaqa vaziyatlar
yong'in bo'lmasin, bo'lgan taqdirda ham o'chirishga kerakli bo'ladigan vazifalarni hammasini unumli qilib yoshlar o'rtasida o'rganib oldik mahalliy aholi bilan birgalikda. O'quv mashg'ulotlariga mahalliy yoshlarimizdan 45 nafar qatnashdi. Undan tashqari qo'shni mahalladan kelishdi. Bu vatan bizniki. Bu vatanni asrab avaylash bizning burchimizdir. Shu maqsadda qutqaruvchi akalarimizga yelkama-yelka yondashgan holatda hammamiz birgalikda yordam berishga shay turibmiz. Bundan tashqari bir nechta boshqa tadbirlarda ham faolmiz. O'rmonlarda yong'inlar bu tabiiy yoki inson faoliyati natijasida yuzaga keladigan yong'inlar bo'lib, o'rmon hududlaridagi daraxtlar, o'tloqlar, butalar va boshqa o'simliklarni yoqib yuborishi mumkin. Ayniqsa tog'li va zich daraxtzorli hududlarda yong'in o'chirish texnikasining kirib borishi mushkul bo'ladi. Shunday hollarda mahalliy sharoitga moslashgan traktorlar jalb etilishi, ularning yong'inni to'xtatish, to'proq chizig'i hosil qilish va xavfli hududlarga kirib borishdagi o'rni amalda ko'rsatib berildi. Traktorlar yordamida o'rmon bo'ylab olov o'tkazilmas zonalar hosil qilinib, yong'inlarning kengayishini oldi oladi. Qamashi tumani o'rmon xo'jaligida Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda o'rmon xo'jaligi hamda mahalliy aholilar tomonidan o'quv seminar mashg'uloti o'tyapti. Bu mashg'ulot davomida har yili mana shu yoz fasli davomida seminar o'tkazamiz. O'rmondan kelayotgan yong'inlar mana cho'ponlardan o'choq yoqishda asosan, olovdan to'g'ri foydalanmaslik, ularni oldini olishga olib ketgan choralarni ko'rsatish, tabiiy holatlarda ham, chaqmoq chaqishlarda oqibatda kelib chiqyapti. Ular bilan mana yil davomida o'zimizning o'rmonchilarimiz hamda o'rmon posbonlari ishtirokida seminarlar olib boramiz. O'quv mashg'ulotlari faqat rejamiz bor, Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan har yoz oyining iyul va avgust oylari o'rtasida reja asosida ish olib boramiz. Shuningdek, ayni yoz mavsumida o'rmon hududiga dam olish uchun kelgan fuqarolarga mashg'ulot davomida oddiygina xatolik, so'ndirilmagan gugurt, cho'g'i, o'chmagan olovni nazoratsiz qoldirish, tez yonuvchi chiqindilarni tabiat qo'ynida qoldirish katta talofatlarga olib kelishi tushuntirildi. Qamashi davlat o'rmon xo'jaligiga tegishli bo'lgan Egrisuv 1 o'rmon bo'limi hududida tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda o'rmon fondi obyektlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlarni bartaraf etishda tegishli xizmatlarning hamkorlikdagi harakatlari mavzusida maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Albatta, Egrisuv 1 o'rmon bo'limi hududida 11 ming gektardan ortiq maydonlarda tabiiy zarafshon archazorlari unib o'smoqda. Mazkur o'quv mashg'ulotida tegishli xizmatlar bilan birgalikda mazkur hududda istiqomat qiladigan mahalliy aholi vakillari ham keng jalb etildi. Ulardan tashkil etilgan otliq bo'linmalar, shuningdek, mototsikllarda hududni ko'zdan kechirish, shu bilan bir qatorda sodir bo'ladigan yong'inlar haqida tezkor xabar berish haqida ularda yana qo'shimcha bilim va ko'nikmalar hosil qilindi. Albatta, o'quv mashg'ulotida shaxsiy tarkib bilan bir qatorda ko'ngilli ravishda volontyorlar guruhlari ham keng jalb etildi. Ular tomonidan sodir bo'ladigan yong'inlarni lokal ravishda o'chirish bo'yicha amaliy harakatlar sinovdan o'tkazildi. Ushbu yoshlarda, shuningdek, mahalliy aholida bu kabi o'quv mashg'ulotlarini o'tkazishda alohida qiziqish bildirildi. Bu kabi tadbirlarni doimiy ravishda hamkorlikdagi xizmatlar bilan, shuningdek mahalliy aholi bilan yoshlarni ham keng jalb qilgan holda doimiy ravishda o'tkazilib borilishi kelajakda o'rmon fondini sodir bo'lishi mumkin bo'lgan yong'inlardan asrab avaylashda o'zining ijobiy hissasini beradi. Bunday o'quv mashg'ulotlari nafaqat texnik tayyorgarlikni oshiradi, balki aholi ongida tabiat bu boylik, uni asrash barchamizning burchimiz ekanligi kabi tushunchalarni mustahkamlaydi. O'rmonlar bizning va ekologik xavfsizligimiz kafolati bo'lib, ularni yong'indan asrash bugungi va ertangi avlodlar oldidagi muhim vazifadir. Tabiatni asrash yo'lida o'z vaqtida ko'rilgan har bir profilaktik choralar kelajakdagi minglab daraxtlar, toza havo va barqaror iqlimni ta'minlash demakdir.